Hikoya. Deyarli barchamiz qachonlardir, ya'ni bola bo'lgan vaqtimiz kattalardan onamiz, otamiz, buvi yoki bobomiz tomonidan turli qiziq va hayratlanarli hikoyalar va absurd voqealar eshitganmiz. Va ko'pchilik uchun hikoyaning eng ta'sirli nuqtasi bu albatta o'sha voqea va hodisalarni qolaversa, hikoya qahramonlarini o'z dunyoqarashimiz va taassurotimiz bilan ularning ovozlari, yuzlari va voqea bo'layotgan joy, uning tabiati va go'zalligini o'zimizcha tasavvur qilish va biroz bo'lsa-da shu muhit ichida yashash bo'lsa ajabmas. Kinematografiyada ham bunday holatlarni tasvirlovchi mashhur aktyor Adam Sandler ishtirokidagi uyqudan oldingi hikoyalar yoki yoshligimizda sevib tomosha qilgan Qunduz amakining ertaklari va shu kabi ko'plab loyihalar bor. Ba'zilari shunchaki bolalar uchun ularning kayfiyatini ko'tarish va vaqtini maroqli o'tkazish maqsadida qilinsa, ba'zilari ajoyib komedik asarni tomoshabinga tortiq qiladi. Ammo ushbu mavzuda tragedik dramalar ham yo'q emas, albatta. Va biz ushbu roligimizda ulardan biri bo'lgan The Fall, ya'ni Qulash filmi haqida suhbatlashamiz. We're a strange pair, aren't we? Are you trying to save my soul? Ajoyib rejissyor Tarsem Singh tomonidan ishlangan va 2006-yili ekranlar yuzini ko'rgan ushbu shedevr o'zida drama, sarguzasht va fantastika janrlarini mujassamlashtirgan bo'lib, hech shubhasiz film hozirgi kunda kult darajasiga chiqqan deb ayta olaman. Avvalo film syujeti bilan sizni tanishtirsam. Film bizga 1920-yillarda Los-Anjeles kasalxonalaridan birida davolanayotgan Roy ismli syomkada oyog'idan qattiq jarohat olgan kaskadyor yigit va yiqilish oqibatida qo'lini sindirib olgan 5 yoshli Aleksandriya ismli qizning munosabatlari haqida so'zlaydi. Qizaloq tasodifan yigit yotgan palataga kirib qoladi va yigit qizaloqning ismi buyuk Aleksandr Makedonskiydan olinganligi va u haqida biroz hikoya aytish orqali qizaloqni o'ziga qiziqtirib qo'yadi. Va qiz unga boshqa yangi hikoya aytib berishini so'raydi va film shu yo'sin rivojlanishda davom etadi. Yigit qizaloqqa shunday hikoya aytadiki, qizaloq tasavvuri orqali butun hikoyani ko'z oldiga keltirgan holda hayrat bilan tinglaydi. Yigit qizga eski davrda bir gubernatordan jabr ko'rgan va undan qasos olishni maqsad qilgan 5 nafar turli irq va millat vakili bo'lgan insonlarning qasos olish yo'li haqida hikoya qiladi. Yigit hikoya aytish mobaynida qizga har xil topshiriqlar beradi. Ya'ni hamshiralar kabinetidan uyqu dorisi solingan idishni o'g'irlab kelishini, shundan so'ng hikoyani davom ettirish mumkinligini aytadi. Chunki yigit ortiq yura olmasligini va sevgan qizi aynan u kaskadyori bo'lgan aktyor bilan ketib qolganligi tufayli o'z joniga qasd qilmoqchi. Voqealar nima bilan tugashini o'zingiz filmni tomosha qilib bilib olishingiz mumkin. Film syujeti rostdan ham juda ajoyib va chuqur ma'noga ega. Va nomidan ham bilish mumkinki, u bizga o'sha yigitning hayotda ham jismonan, ham ruhan qulashi haqidadir. Yigit so'zlaydigan hikoya va uning qahramonlari ham yigitning his-tuyg'ularini, ya'ni g'azab, intiqom, yolg'izlik, qayg'u va ayriliq kabilarni bildiradi. Va biz filmda ko'rishimiz mumkin bo'lgan mistik personaji hikoyachimizning hayotidagi umididir. Ya'ni uni yashashga undaydigan yagona narsa va hikoya davomida u bilan bo'ladigan voqealar albatta sizni ta'sirlantiradi. Film texnik jihatdan ham o'ta did bilan suratga olingan, o'z ma'no va mazmuniga ega ranglar, muhtasham kadrlar va estetik lokatsiyalar, hatto shu go'zallikning o'zi ham filmni ko'rishingizga yaqqol sababdir. Va yana eng hayajonlisi, film 20 dan ortiq davlatda suratga olingan va umuman vizual effektlar, ya'ni CGI ishlatilmagan. Va yana shu o'rinda aytish joizki, bu umuman studiya filmi emas. Ya'ni filmdagi barcha xarajatlarni uning ishlab chiqarilishidan tortib tarqatilishigacha barcha film rejissyori Tarsem Singh tomonidan qoplangan. Va bu shuni aytib turibdiki, film to'laqonli chin yurakdan va faqat o'zi uchun sevimli bo'lganligi tufayli suratga olingan va naqd 20 yil mobaynida uning ssenariy ustida ish olib borilgan. Ammo bular muhim emas. Muhimi film qanchalar ta'sirli va dramatik hikoyani tomoshabinga yetkazib berganligidir. Film haqida gap ketar ekan, aktyorlar jamoasi ham filmga juda mos tushgan.
Ayniqsa bosh qahramonlar Kaskadyor Royni va qizaloq Aleksandriyani gavdalantirgan aktyorlar Li Peys va Untaru ularning ijrosiga, ular o'rtasidagi ximiyaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mashhur rejissyor Peter Jackson ham aynan shu ijrosidan so'ng Li Peysni Hobbit filmidagi Tranduil obraziga taklif qilgan edi. Untaro esa yoshiga nisbatan mohirona va unutilmas obrazni gavdalantirdi desak mubolag'a bo'lmaymiz. Ha do'stlar, qisqa qilib aytganda film tasavvur, umid va taslim bo'lmaslik mavzularini o'ta go'zal va ta'sirli hikoya orqali ochib bergan va nega kinematografiya san'at deyilishini yana bir namunasidir. Filmni ko'rgan bo'lsangiz, u haqida izohlarda yozib qoldiring. Ko'rmagan bo'lsangiz, uni albatta ko'rishingizni tavsiya qilaman. Film haqida yetkazmoqchi bo'lgan qisqa va spoilerlarsiz ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Biz bilan bo'ling, chunki biz rivojlanishda va bundan yaxshi kontentlar tayyorlashda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling. We're a strange pair, aren't we? Are you trying to save my soul?